Assalomu alaykum hammaga. Mana bu 7-mart sanasini video qilyapmiz. Xo'p, mana ishlarimiz. Adresni aytib o'taman. Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanida. Shu bugun chiqqan ishlar. 12lik. Bizda hozir 2 xil variantda ish bor. Xo'p, ko'rib turgan ishlaringiz 10 minglik variantda va bular 12,5 ming so'mlik variantda. Farqi nima desangiz? Farqi xo'p 40 kilo gipsdan 3 ta qish chiqqan va 40 kilo gipsdan 3,5 ta chiqqan variantlari. Xo'p, tomonlarni ham ko'rsataman. Mana latoklarimiz bor. Xo'p, beton qushga tumbalar bor. Mana bu yerga qo'yganmiz. Kirib chiqib ketish kerak, xudo xolasa. Ishlarimiz ko'p. Bexijot zakaz qilavering. Adres yana aytaman, Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanida. Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanida. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Aloqaga chiqingizlar. Ishlarimiz ancha-muncha ko'p. Mana yaqindan ham ko'rsaman. Bu hammasi mana bugun chiqqan ishlar mana. Mana bugun chiqqan ishlar hammasi ko'rinib turibdi.